Keyingisi kunning erkin suyaklari. Kunning erkin suyaklariga qo'yamiz. Hamda a'lo suv. Men Ne'matjonov Islomjon, Medvice jamoasi asoschisiman. Medvice jamoasi anatomiya, fiziologiya, biokimiya fanlarini o'qitishga mo'ljallangan intensiv kurs platformasi hisoblanadi. Jamoamiz o'z faoliyati davomida tibbiyot sohasidagi murakkab mavzularni sodda, tushunarli va amaliy tarzda talabalarga o'rgatib, talabalar o'rtasida klinik fikrlashni shakllantirishdan iborat. Assalomu alaykum. Men Ostonov Sherzod, Medvice jamoasi a'zosiman. Medvice jamoasining maqsadi har bir talabaning o'z kasbiy faoliyati davomida bilimli hamda raqobatbardosh bo'lib yetishiga ko'maklashish. Men Mirzayev Alibek, ikkinchi kurs stomatologiya To'g'riston 24 fakulteti talabasiman. Qo'shimcha darslarga qatnashaman. Bunda talaba o'zi qiynalayotgan darslarga, anatomiya, fiziologiya darslarga kelib, bilimini yanada darslardan tashqari oshirish imkoniyati mavjud. Biz bu qo'shimcha darslardan juda ham mamnunmiz. Medvice jamoasiga kattakon rahmat. Men hozirda Medvice o'quv kurslariga qatnashish orqali o'zimni bilimimni yanada oshiryapman. Menga bu kurslar yanada ijobiy ta'sirlar ko'rsatyapti. Chunki bu kurslarda biz darsda o'tilgan mavzularni yana qayta takrorlash orqali bilimimni yanada kuchaytiryapman. Medvice o'quv jamoasi tashkil etilgan kurslar menga juda yoqdi va bu orqali men kelajakda kasbimning mohir ustasi bo'lishimga ishonaman.